hozir $100 exchange qildim. Ya'ni o'zlarini puliga o'sha vyetnamskiy dongga almashtirdim. Aeroportdan qilmaganlaringiz ma'qul ekan. Aeroportda ham exchange bor. $100 2,5 million atrofida qildida. Hozir Vyetnamda shu magazinlarda, o'z ko'chalarda almashtirish bor. 2,700,000 $100 2,700,000 vyetnamskiy dong bo'ladi. Maslahatim shu kelgandan keyin, shaharga kelgandan keyin nechangdami, danangdami aeroportda almashtirmaylar-da, o'sha ko'chasini o'zida almashtirsalar yaxshiroq bo'lib qoladi. Mana bu güzel daraxtlar, mana bu o'simliklar, yashilliklar, mana bu yoqda binolar, hammasi bir Miami shahriga o'xshar ekan. Ha aka? Miamiga o'xshaydimi? Buenos Airesga? Miami'da bo'lganman deb gapirib ketyapsizmi? Ha, Miami'da yoshlikda bo'lganman bu paytlar, esimizda yo'q. Rasmga ham tushmagan ekansiz, ha? Chaqaloq bo'lganman. Mana haqiqiy tumsoq. Mana bu mahsulotlar hammasi, mana sumkalar, oyoq kiyimlar hammasi mana shu tumsoq terisidan qilingan, natural. Faqat qimmatroq, mana bular ilon terisidan ekan. Tabiiy. Narxlari ham shunga yarasha qimmat ekan. Vyetnamda eng arzon mahsulotlar bu tropik mevalar ekanda. Mana ananas, mango, kokos, mana ajdarho mevasi, bizda shunaqa deyiladi. Apel, marakuya. Mana trenddagi uzum bor-ku, o'zimizda 120-200 mingdan sotiladi. 120 ming ekan, 100 ming bo'lganda ham bizda pulda 35 ming, 36 ming so'm. Hamma narsasi arzon juda. Hozir biz bitta kivili, bitta mango marakuyali smuzida 100 ming vyetnamskiy dongda oldik. Bu bizda pulda 36 ming atrofida bo'ladi. Nechang ko'chalari e'tiboringlarni bitta narsaga qaratmoqchiman. Mana ko'rib turganingizda yo'llarda gavjum aholi. Hali bu katta ko'chasi, kichkina ko'chalari ham gavjum. Bitta narsa, umuman svetofor ko'rmadim. Birorta svetofor yo'q. Hamma o'zini yo'lini o'zi topib ketadi. Balkim Toshkentda ham svetoforlarni ochib turishsa shunaqa bo'ladimi? Ya bizda unaqa bo'lmasa kerak. Chunki bizda ko'pincha yengil avtomobillar, mana bunaqa skuterlar kam. Kokoslar pishayotishini qarang. Bunaqa tropik o'lkani daraxtlar ajoyib bo'ladi. Bizda o'samgan mana shu. O'smasi kerak. Bugun kuni bilan yomg'ir yog'di desa ham bo'ladi. Endi tunda yomg'irli havoda
sayrga chiqdik. Yana yog'ib qolish ehtimoli bor. Kechki Vyetnam. Sohil bo'yida mehmonxonalarni ikkinchi mana bu yo'l narigi tarafidan joylashtirgani yaxshi bo'libdi, chunki juda go'zal tabiat, mana plyaj umumiy qilib qo'ygan, butun shahar foydalanishi mumkin. Ya'ni mehmonxona o'zinikini qolmaganda buni kelib tushundim, yaxshi qilgan ekan. Xalqi shundan foydalanyapti. Ko'p ishchilar shu yerda ishlayapti. Hamma joy tozalab, mana shu turistlarga yaxshi xizmat ko'rsatilyapti. O'zimizda ham Toshkent shahrida, viloyatlarda, tumanlarda sog'lomlashtirish yo'laklari qilinyapti-ku. O'shani mana shunaqa yashillik bilan, bog'lar bilan to'ldirsak juda ham go'zal bo'lar ekan. Havo toza, mana shu archalar ekilgan. Bunaqa tropik tabiat juda sevdim men. Qarang, takrordan xushyapti ko'chada. Maşallah. Chiroyli. Nechang haqida qisqacha. Bu shaharda ancha skuterlar, mana bu velik o'xshagan narsalar aylantiradi skuterlar. Shahar bo'ylab. Zo'r. 100 ming dana don. Tanlang aka. Mana Davron berdi tavsiyalari bilan koreyskiy restoranga kirdik. Jangpong. Hammasi dengiz taomlaridan tayyorlangan ekan. Aka mana champoy ovqatini tatib ko'rdingiz. Taassurotlar qanday bo'ldi? Taassurotlar juda zo'r edi. Buni siz o'zingiz o'rganganingizgami zo'r edingizda. Ayni berish deydi. Lekin sho'rvasini ta'mi o'ta go'zal. Hamma narsasi zo'r ekan. Mana bu nima ekan mana aka? Turkka o'xshaydi. Turkka o'xshaydi. Lekin turk emas. Buni ham ta'mi yaxshimikan? Bizda bunaqa achchiq-achchiq ovqatlar qilmaydimi? Zo'r. Mana bu qani edi? 8-8 oyog'ida, 6 oyog'ida. Mana. 8 oyog'ida. Kichkinachasida ular bolajonlari. Bolajonlar 8 oyog'ida yana xayoliga kelar ekan, hatto Qalpoqli. Kalmarlar bular deydi, kinolarda. Karim dengiz qayoqchilar. Asta qamagan degan Nechangni markaziy ko'chalaridanmiz. Nimaga markaziy? Chunki topoviy otellar mana shu yerda, mana shu maydonda joylashgan ekan. Bu yoqda Hyatt Regency, bu yoqda Novotel, bu yoqda Imperial. Bular hammasi 5 yulduzli. Hammasi okeanga qaragan. Juda ajoyib. Mana shu mehmonxonaning nomini bilmadim-ku, lekin basseyniga besh ketdim. Sky basseyn. Bu yoqda to'lqini ham anchagina kuchliroq bo'lar ekan. Mana men bu yerda aksessuar do'konga keldik. Bu yerda Zumrad va qimmat bor ekan mana. Mana bu Zumradi, mana bu onasi, mana qimmat. Bu qimmat kuchiga. Mana bu yaponskiy kuxnya. Yaponskiy restoran. Yaponskiy baliqlar. Baliqlar nomini bilmaysizmi? Tilla baliq. Tilla baliqlar. Atmosferasi juda chiroyli bo'ldi. SRda anaqasi. Bularga shunaqa shekilli.
Mesela aka gapirib ketaverayman mana sizni videoga olib. Mana biz Vyetnam ko'chalarida 6-kun mana bu mevalar. Mana trendek mevani ichib ekan. Hop. Vinagrat Endi hamma narsasi arzon deydi-ku, bu ham arzon deydi. How much? 77 kilo. Sen this 1 kilo 70 ming. Bizde pulda Kilo. kilolar bo'ladi. 70 bin ekan. Kilolar. 26 ming ekan kilo. Bizda nechta? Chiqancha raqam. Oh, gapirmaydi. O'tda Vyetnamga endi birinchi kun kelayotgan ekan. Aka ekskursiyalarni gaplashaylik. Nhiều chơi. Nói đi có lên đến đó nè. O'zimizga har xil ichimliklarni tashib qilyapmiz. Mana sutli choylar bor. Biz ana shunga hozir kasal bo'lgan biza 20 ming bulan puli bilan dongda. Biza dilda 8 ming atrofida bular. Yana qo'shib oling-da, meni oling. Bu bala koreyskiy ichimlik, Koreyada lekin esimda yo'q, ichib ko'rganman yo'qmi? Hozir qiziqdim, ichib ko'rmoqchiman. Menimcha guruchni anaqasi kelardi, ta'mi kelardi deb o'ylayapman. Bismillah. Kurtashi, guruchli. O'shandanmi? Guruchli so'rayman. Hozir qo'ydim, morning rice deb. Qani qaysi biri bu yoqda? Ha? Bu yoqda qaysi biri buni? Mana. 36 ming ekan-a? $1 ziyodroq ekan-da. Shunaqa. Arziydimi puliga? Zo'r. Foydali, shifobaxsh, har bir gazli narsalardan ko'ra dietetik mahsulot. Mana ertalabki anaqa sog'lom guruchli. Do'konda hamma mahsulotlar shokoladdan iborat bo'lsa, va kirganimizda shokolad, qaynoq shokolad. Mana bu yerda shokolad qovuryapti. Hatto mana bu yasab qo'ygan narsalar ham shokoladdan shirinlik. Ko'p narsa bor ekan.
Thank you so much for being with us tonight. Thank you for being with us tonight. Right now, let's pick up the Turkmen sabona. Rahmat. Mana bugun City'imizga darboz keldi, darboz. Yuragida o'ti borlar. Mana. Ha, boydan so'ramadim. Zo'r. Ha, boshqa nima bor? Mana bizda bozor qanaqa bo'ladi? Good. Yeah. Ana mangoli smuzi oldim. Narxlarini qarang. 20 mingdan ekan. 20 ming degani $1 ga ham bormaydi, ya'ni 10 mingga ham bormaydi bizda. O'ta go'zal. Em ơi. O'sha mashhur Starbucksga keldik. Ha, ko'tu. Ha? Ha, ko'tu aka. Mana narxlar. Yetmiş beş ming, 80 ming, 85 ming atrofida. Koreyskiy restoranga keldik. Menga yerish bugun narsalarni olib tashladim. Krevetka, ikkitalarni yedim. Eng qizig'i joyi mana bu. Dengiz ovqatlari. O, lamonlar ham keldi mana. Mana bu 8 oyog'ida 7-chi oyog'i mana shu. 6-chi, 4-chi oyoqlari ham bor. 9-chi mana qarang. Sho'rasiga gap yo'q. O'zimizda achchiq sho'radan bo'libdi-da. Botir achchiq sho'rasidan bo'libdi. Azizlar, Vyetnamga bo'lgan, Nyachanga bo'lgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Safardan xulosa qiladigan bo'lsak, kelishga arzigulik sabablari tabiati o'ta go'zal. Havosi juda toza. Narx navosiga keladigan bo'lsak, eng arzon davlatlardan biri deb ayta olaman, chunki O'zbekistondan ham
3-4 barobar arzon ko'p narsasi. Arzonligi. No degan joyi bu yerda musulmonlar juda kam ekan, yo'q desa ham bo'ladi, chunki birorta ham jome masjidda yo'q ekan. Ovqat masalasida o'zlaringiz bilan olasizlar, lekin bu yoqda ham halol ovqatlarni topsanglar bo'ladi. Unda ham narxlari juda arzon. Kelish tavsiya beraman. Vyetnam yana kelgan bo'larmiz degan savolga albatta ha.